Hoji vaziri To'laganov Aziz tomonidan odamlarni aldab privat kanal ochgan qizlar va ularni sotib olgan erkaklarga qarshi reyd tadbir o'tkazildi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad kanal egalariga halol mehnat qilib ham pul topish mumkinligi, sotib olgan insonlarga esa pulni kerakmas narsalarga sarflamaslikni tushuntirish deydi Hoji vaziri. Tadbir davomida 10 ga yaqin privat kanal adminlari qo'lga olindi va kanalda nima borligini ko'rsatishdan bosh tortgan qizlarga nisbatan qattiq choralar ko'rildi. Uyda o'tirib o'yladim, 200 ta odam sotib olsa ham 30 million pul bo'lar ekan. Keyin ochib yubordim. Kanalingiz ko'rsatib bitta qani? Tegmay ko'rsatmayman. Ne uyalasizmi? Sotib oling, siz ham tekinga ko'rmaysiz-ku. Voy, telefonim qancha pulcha? Eng qiziqarli tarafi kanalni sotib olgan odamlar orasida oilali erkaklar, talaba, hatto yosh katta kishilarning ham borligi achinarli. Aka, kechiring, bilmasdan qilib qo'yman. O'zi oddiy talabaman. Pulimga achirib o'tiribman. Men bolam telefonni yaxshi tushunmasam kirket qolganda. Bu pulli kanal sotib olingan. Pullimi? O'zim ham aytdim, pensiyan qayerga bo'lib qoldi dedi. Oborasiz siz ham bor. Kanalni qiziqib sotib olib, ichidan hech narsa topa olmagan erkaklarga tushuntirish ishlari olib borildi. Aka, o'zicha men ham aldandim. Men o'ylagan narsalar yo'q ekan bu yerda. Instagramda u qiziqtirar ekan, tortib olar ekan. Va даже bitta kanal adminichi erkak kishi ekan. Nima qo'yibdi? Mana qarang, reklama qo'yib olgan postni. Flavis, yozning issiq kunlarida siz bob ichimlik. Flavis. Puliga kuygan va bu yo'lda adashgan insonlarga sotib olganimni xotinim bilmasin Bekir Muruvvat fondi tomonidan ketqizgan pullari qaytarib berildi. Bizda hozircha shular, privat kanallardan ehtiyot bo'ling.